Assalomu alaykum, efirda xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Hurmatoy Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Qirg'izistonda harbiy xizmatga chaqirishning bahorgi mavsumi boshlandi. O'sh shahrida 107 marshrut haydovchilari qatnovdan asossiz chetlatilmoqda. Bunga O'sh shahar merining qanday aloqasi bor? Bunday mayda-chuyda ishinglarga men kirisha olmayman, o'zaro chetishib oladi deb qo'ydi. Noqat rayonida terrorizm va ekstremizm bo'yicha 88 nafar odam ro'yxatda turadi. Alsatanda o'shanday topshirmalarni olib, bu yerdan yoshlarni uyushtirib, o'lkada davlat munisipal xizmat ko'rsatish yaxshilanadi. Batkanda aygul guli gulladi. O'z ko'zimiz bilan ko'raylik. Shu tog'da var bu ziyorat qilib ketaylik deb keldik-da. Qirg'izistonda harbiy xizmatga chaqirishning bahorgi mavsumi boshlandi. Bu haqda Qurolli Kuchlar bosh shtabidan xabarlashdi. Unga ko'ra 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan qirg'izistonlik fuqarolar mahalliy harbiy komissariyatlardan harbiy xizmatni o'tash bo'yicha tekshiruvdan o'tishi kerak. Uning natijasida yigitlarning harbiyga chiqarilishi yoki xizmatdan ozod qilinishi aniqlanadi. Salomatligi to'g'risida ular harbiy xizmatni shartnoma asosida 1 yil muddatda bajarishadi. Xizmatdan qochganlarga 25 ming so'm jarima pulidan boshlab 6 oygacha ozodlikdan mahrum qilish qaralgan. Bugun Premier Ministr Temir Sariyev o'z xohishi bilan ishdan ketish iltimosi bilan prezidentga ariza yozganini Azadqa quyidagi xususiy manbalar xabar qilgan. Ma'lumotga ko'ra, Sariyevning iste'fodan keyin parlamentdagi ko'pchilik koalitsiya hukumatning yangi tarkibini qabul qiladi. Hukumat rahbarining matbuot kotibi Baqit Asanov bu ma'lumotni aniq ekanligini ta'kidlamadi. Uning so'zlariga ko'ra, iste'fo masalasi bo'yicha hali so'z bo'lmagan. Baliqchi Qo'rimdi avtoyo'lining qurilishidagi qonunbuzarliklar bo'yicha transport ministri Arg'inbek Malabayev Temir Sariyevni ayblagandan keyin deputatlar komissiyasi hukumat rahbarini iste'foga chiqishini talab qilganini bildirgan. O'sh shahrida 107 marshrut haydovchilari qatnovdan asossiz chetlatilmoqda. Buni bugun ishdan olingan haydovchilar aytib chiqishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, 107 qatnoviga tender o'tguncha vaqtinchalik kuzatuv olib borgan kompaniya ularning o'rniga boshqalarni pul bilan kiritmoqda. Taxminiy summasi 50 ming so'm atrofida. Liniyadan chetlatilgan haydovchilar hozirgacha boshqarib kelgan kompaniyaga qaraydi. Shu sababli eski xodimlarga bosim o'tkazilyapti degan fikrni aytishmoqda. Batafsil muxbirimiz bayon qiladi. Joriy yilning 19-yanvarda 107 marshrut qatnoviga tender o'tkazilgan. Unda Jengish Trans va City Line yuk mas'uliyati cheklangan jamiyatlar ishtirok etib, ikkisida ham marshrutlarning soni belgilangan me'yorga yetmagan. Shu sabab tender 3 oyga qoldirilgan. Bu orada 107 marshrut haydovchilarining ayrimlari City Line yuk kompaniyasiga qo'shilib ish tashlashgan. Shundan keyin nazorat qilish ishlari Jengish Transdan City Line yukka vaqtincha topshirilgan. Ayrim haydovchilar ayni damdagi rahbarlar ularga qo'shilmaganligi uchun ta'ziya ko'rsatishganini aytishmoqda. Yemeden 4 önünü bugünkü günge aldı. Onun danileş planda bardığından 25 maçta şopuda aydaş gerek. Onların planı için. Hem Cengiz Trans'tan beni kaçırganbız da biz. Oşol Cengiz Trans'ta kaçırgandan bardı geç gerek. Linyadan. Şunday kılıp biz işten chetletip koyduk. Tenderдің emesini rezultatın çoyup City Line'a времени өткөрүп берген убактылуу. То тендерам деп. Тендерге чейин кийинки тендер болгонго чейин bir машина işten ketilmesin деп талап койгон. ATP'нын жетекчиси Нурлан. Ого карабай, кайтып мына 2-айдын башында дагы 3 машинаны айдап атат иштен. 3 шопур болуп барсак ATP'га bunday mayda-chuyda ishinglarga men kirisha olmayman, o'zaro chetishib oladi deb qo'ydi. Haydovchilarning so'zlariga ko'ra, ayni damdagi rahbarlar ularni 3-marotaba ishdan chetlatishmoqda. Ilk marotaba 11 haydovchini asossiz ishdan bo'shatgan. Yo'lovchilarni tashish agentligining ishtiroki bilan ular qayta ishga olingan, keyin esa 3 nafarni. Hozirda 1 haydovchini qo'shib, jami 4 haydovchini reysdan olib qo'ygan. O'rnimizga boshqa haydovchilarni pulning aralashuvi bilan ishga olishmoqda deyshadi haydovchilar. 40 mingdan 50 minggacha olinadi har bir mashina. Hozir o'sha City Line жалаң o'zine qarashli odamlarni olib kelib qo'yib atadi. Jengiz Trans bilan tenderga borgan shoplarning barini ishdan haydab atadi. Bu hozirgi tenderga hozirgi bizning merning qaynisi qiziqchiligi bor ekan, o'shaning teshesi bor ekan. Murunqi direktorimiz Mirzahmatovning shu tug'andari bo'lib ketadilar. Alsıroq. Shu tesheli bo'lsin.
Haydovchilar qo'shimcha qilganday vaqtincha nazorat qilayotgan rahbariyat reys uchun beriluvchi narxni ham qimmatlatib olgan. Avval 600 so'mdan bo'lsa, hozirda 700 so'mdan oshgan. 107-marshrut reysida transportlarning soni ko'p deyilgani bilan boshqa haydovchilarni qabul qilishmoqda. Vaziyat tegishli xizmatlarga ham bildirilgan. İşten alu, işten getiru, o'sha ishga chiqmay qo'yu, liniyaga qo'yba qo'yu, al masalalarına biz apıqta girişmeyiz. Biz oso menen gana işleşemiz. Bugungi kunda o'sha City Line uyutqa berilgen 3 ayga. 3 ayda ol qanday iş alып barsa, oso özü çeçet. Reysdan chetlatilgan haydovchilarning oldi 107-marshrutda 15 yildan beri ishlagan, ko'pchiligining qarzi ham bor. Boshqa chorasi qolmagan haydovchilar O'sh shahrining vitse-meriga ham murojaat qilishgan. Osonun жетекчисин таап, жолугуп, ушул ар бир айдоочунун тагдыры жөнүндөгү маселени эмне үчүн мындай чечимди кабыл алып аткандыгын тактап мага билдирет. Сизге Нурлан Абдыкадырович 2 күндүк мөөнөт берем. Бүгүн жумуш күнүнөн барып туруп, эртең-эртеменкиге мага тактап бардыгын маалыматты алып келип коесуз. Андан кийин биз кайра дагы эгерде мындай туура эмес мыйзам бузуучулук болсо, эгерде туура эмес бир чечимдерди кабыл алган болсо, анда алып жөнүндө маалымат беребиз. Vitse-mer haydovchilarga vaqtincha boshqarish topshirilgan kompaniyaga hozirgi mer Aytmamat Qadirbayevning aloqasi yo'q ekanligini qo'shimcha qildi. Ana men түздөн-түз айтып коеюн, ал City Line'нын жетекчиси Тимур деген жигит экен. Ал таптакыр башка жакта иштеген мэриянын структурасына тийиштеси жок адам. Анан эми ар кандай бир мындай каралуундагы бир сөздөрдү таратуундагы бир мындай нормасы болуш керек деп ойлойт. Садиев Мурат деген киши жетекчиси. Мен анын мурунку мерге туугандыгы жөнүндө эч кандай маалыматым жок экен. Ал киши менен иштештик акыркы мезгилдерде, өзү дагы келип, мындай эч кандай арыз ушундай бир мурунку мердин тууганы болгон үчүн куугунтук алып атам деген бир кайрылуусу болгон эмес. Vitse-mer City Line Yuk mas'uliyati cheklangan jamiyat ortida Qadirbayevning yaqinlari turibdi degan so'zlarni saylov oldidagi siyosiy o'yin bo'lishi mumkinligini bildirdi. 4 nafar haydovchining ishdan chetlatilish sabablarini esa tegishli xizmat o'rganib chiqib, shunga yarasha chora ko'rilishini ta'kidlab o'tdi. Hozirda 107-reysda 63 marshruti ish faoliyatini olib bormoqda. City Line Yuk mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari 4 haydovchi qatnovdan chetlatilganini inkor qilmoqda. Mavzuni to'liqlash uchun muxbirimizdan so'rasak, Madina aytingchi, kompaniya rahbariyati haydovchilarning bo'shatilishiga nimani sabab qilishmoqda? City Line Yuk mas'uliyati cheklangan jamiyatining rahbari Timurlan Bo'stonboyevning so'zlariga ko'ra, hozirgi vaqtda ishdan chetlatildi degan haydovchilarning, ya'ni 4 nafar haydovchining mazkur jamiyat bilan shartnomasi bo'lmagan. Jengish bilan tuzilgan shartnoma esa o'tgan yilning dekabr oyida yakuniga yetgan. Shuningdek, mazkur 4 haydovchi bilan qolgan reysdagi haydovchilar birga ishlashni xohlashmaydi. Ularning so'zlariga ko'ra, ishdan chetlatilgan haydovchilarning biri militsiyaga ariza bilan murojaat qilgan. Shuningdek, hozirda City Line Yuk rahbari ham mazkur haydovchilarning ustidan ariza bilan militsiyaga murojaat qilishni rejalashtirmoqda ekan. Rahmat, dasturimizni davom ettiramiz. Bugun Premier Ministr Temir Sariyev Rossiya Federatsiyasining Federal yig'ini Davlat Dumasi raisi Sergey Narishkin bilan qirg'izistonliklar uchun migratsiya sharoitlarini yengillatishni muhokama qildi. Hukumat rahbari Qirg'iziston Respublikasini Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga integratsiyasining asosidagi hamkorligi faollashganini aytib, ikki davlat o'rtasidagi aloqani kuchaytirish zarurligini bildirdi. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi asosida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha qaror qabul qilinib, bu tomondan Rossiya yordam berishini aytdi, dedi Temir Sariyev. Noqat rayonida terrorizm va ekstremizm bo'yicha 88 nafar odam ro'yxatda turadi. Ekstremistik harakatlar natijasida 16 nafar odam Suriyada yuribdi. Suriyaga borishni oldini olish bo'yicha bugun Noqat yoshlari ekstremizm va terrorizmga qarshi nomli tadbir o'tkazib, unga 8 maktabning o'quvchilari ishtirok etishdi. Uning borishi bilan navbatdagi lavhada tanishasiz. Sen evi mektebine barmag'in. Al jaqda sağa hech qanday foydasi yo'q. Mektepni tashlag'in. Sen chet elga chiqib, bilimingni ulardasin. Al jaqda so'p qo'yish deysin. Noqat tuman yoshlar ekstremizm va terrorizmga qarshi deb nomlangan tadbirga 8 maktabning o'quvchilari jalb qilingan. Ular Suriyaga targ'ib va uning oqibatlarini aks ettirgan salbiy ko'rinishlarni ijro etishdi. Kel qizim, mende iplosinde yalg'iz qizni to'g'ri joyga tarbiyalay olmagan narsizenden o'tirishim seni tezsizlantirdimi? Qo'y qizim, menga ko'ngil bo'ldi. Men jo'm
gana çoğlarınızın osuna kapılgan jarmın. So'nggi 10 yil davomida Suriya va Iroqdagi urushga ketgan ayollarning soni 25% ga ko'paygan. O'zlarini jihodchi degan tashkilotlar yoshlarni mazkur ishlarga jalb qilishayotganligini xavfsizlik xizmat xodimlari ta'kidlab kelishadi. Shu sabab yoshlar orasida terrorizm va ekstremizm tushunchasini yoyiltish maqsad qilingan. O'quvchilar orasida terrorizm bo'yicha tushunib yurgizuning o'ta zararchiligi cho'ng. Hozir har bir o'quvchining qo'lida planshet, telefon degan bor. Telefonda ko'rib bile hazırlanıp ketken o'quvchilar bo'ladi. Hazırlanıp ketken o'quvchilar bo'lishi mumkin. Milliy xavfsizlik davlat xizmati vakillarining so'zlariga ko'ra, jangovar harakatlarga targ'ib qilish asosan ijtimoiy tarmoqlar yordamida olib borilmoqda. Shu sabab xavfsizlik xizmati vakillari yoshlarni internet tarmoqlaridagi salbiy oqimlardan ehtiyot bo'lishni ogohlantirdi. Aljattandagi jo'ngelbi, aljattadagi konkretniy sellerni qo'yib, ularga o'sha joqdan alarning liderlari, amirlari deb qo'yadi. Aljattandagi o'shanday tapşırmalarda alıp bu yerden yaşlarını uyuşturup. Bu yerde aslında erkekler, ayallar da var. Biroq tuğan uruk bolup biri-birini çıkartıp alıp atışat. Dostor, tuğandar bolup. Ошондо бири-бирин алдаганга оңой болот экен да. Көп ошол жерге мисалы үчүн 92-94-жылкы жаштар Россияда 3-4 жыл жүрүп, ошол жерге барып чалып атат. Апа, ата, разы болуңуз. Биз жака кирип атабыз, разы болуңуз деп кирип кетип атат. Ата-энелер кайрылгандар бар ыйлап. Артынан барып, былтыр ошо тапка ыйлап кайра келишти да. Novqa tumanida terrorizm va ekstremizm bo'yicha 88 kishi ro'yxatga olingan. Ekstremist harakatlarda ishtirok etayotgan 16 kishi hozirda Suriyada. Ta'kidlab o'tsak, Qirg'izistondan Suriyaga 500 dan ortiq fuqaro ketganligi aniqlangan. Majina Ulug'bek, Ajina Do'stinbetova, Azam Buzrikov, Antimaq. O'ziga 12 xizmatni birlashtirgan munisipal xizmatning asosiy reyestrini hukumat qabul qildi. Unda asosan munisipal mulkka huquq beruvchi tomonlar qaralgan. Bu haqda hukumatning matbuot xizmati bildirdi. Davlatning yagona reyestriga 373 xizmat biriktirilgan. Uning ichidan 224 pulli bo'lsa, 149 xizmat bepul ko'rsatiladi. 2015-yilda davlat xizmatining 206 standarti qabul qilingan. Shuningdek, ministrliklar bilan vedomstvolarda 67 davlat xizmatining standartlari loyihasi ko'rib chiqilmoqda. Botganda aygul guli gulladi. Go'zalligi bilan ko'rgan kishini lol qoldirgan gulni ko'rish uchun turli joylardan kelganlarning soni ko'paydi. Shu bilan birga gulni saqlab qolish harakatlari ko'rilmoqda. Bu tashabbus mahalliy yashovchilar tomonidan qo'lga olindi. Ular kelgan mehmonlarga tushuntirish ishlarini olib borishmoqda. Aygul guli haqida muxbirimiz batafsil hikoya qiladi. Ma'lum bo'lishicha, aygul gulni sanoqligina davlatlarda uchratish mumkin ekan. Mazkur gul Qirg'izistonning Botken viloyatida ham o'sadi. O'z go'zalligi va maftunkorligi bilan ko'pchilikni o'ziga rom etgan gulni ko'rish uchun davlatning barcha hududlaridan mehmonlar tashrif buyurishadi. Doim reklama qilib ko'rsatiladi. Aygul to shunday ulug' boshqa joylarda yo'q bu gul deb. O'shaning sababidan bana sabab bilan shu laylakka kelib qoldik. Laylakdan ketib partib o'z ko'zimiz bilan ko'raylik. Shu to'g'ri var bu ziyorat qilib ketaylik deb keldik. Aygul güllerini gördük. Allah Teala nasip kılgan eken. Şu bizim ayında turup aygul gülü görelek biz. Anan şu başka жаққа şehirlerge çıksak, sizler aygul gülüge жақынсыңар, көргөнсүңөр dese men жалган айта албай, ооба деп көргөнбүз деп коем да. Şu быйыл бир барып насip кылса барып көрүп келейикчи деп келдик. Кызымдын атында aygul койгом. Şu aygul гүлдөгөн малда төрөлгөн март айында. Баткенне бирле өргүзар эмес, aygul gülde барда. Туура, бул aygul gülü Баткенле жеринде өсөт, башка жерлерде өспөйт да. So'nggi yillarda aygul gul kamayib borayotganligi sabab viloyat ma'muriyati tomonidan gul o'suvchi tog' atrofi panjaralar bilan o'ralgan. Undan tashqari har yilda maktab o'quvchilari tomonidan gulni himoya qilish tashabbusi qo'lga olinib kelinmoqda va mehmonlarga tushuntirish ishlari olib boriladi. Joriy yilda ham bu kabi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Aygul tashni qaragani keldik. Odamlar ziyorat keyindirga tushuntirib aygul gulni uzbegile deymiz. Hozir o'ta jaqda da ballar жүрөт, shular qarashadi. Biz pastcha jaqdagilарды qaraymiz. Odamlar kelse qari qartinglar kelse olib chiqib ko'rsatib qayta olib tushgunga yordamlashamiz. Aygul guli o'zingday ochilibdir. Har bir salmon cho'qday gulga to'la.
açasın. Arnağım var özüne ırga koşa. Aygul guli noyob gullardan bo'lgan sabab 1978-yili SSSRning Qizil kitobiga kirgizilib, himoya ostiga olingan. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, mazkur gulni Afg'oniston tog'larida ham uchratish mumkin. Bizda esa aygul gul Botken viloyatining ramziy ma'nosiga aylangan. Ob-havoni kuzatish agentligining ma'lumotiga ko'ra 9-apreldan 11-aprelgacha shiddatli yog'ingarchilik kutilib, tog'li hududlarda qor yog'ishi ehtimoli bor. 9-aprel kuni ko'p hududlarda yog'ingarchilik bo'lib, tog' yonbag'irlarida qor yog'adi. Chuy, Talas, O'sh, Jalolobod, Botken oblastlarining ba'zi rayonlarida shiddatli yomg'ir yog'adi. Baland tog'li hududlarda yo'llar muzlaydi, sirpanchiq bo'lishi mumkin. 11-aprel kuni O'sh, Jalolobod, Botken oblastlarida yog'ingarchilik kutilmoqda. Dasturimizda xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Ozarbayjon bilan Armaniston chegarasida joylashgani aniqlanmagan hudud, aniqroq aytganda o'zini avtonom respublika deb e'lon qilgan Qorabog' oblastida qurolli to'qnashuvlardan keyin moddiy ziyonlarni hisoblay boshladi. Ta'kidlab o'tsak, 2-aprel kuni Ozarbayjon qurolli kuchlari bilan Armaniston o'rtasida otishuv ro'yxatga olinib, to'qnashuvda 40 nafarga yaqin harbiy halok bo'lgan. Shu bilan birga 100 nafardan ortig'i jarohat olgan. Qorabog' avtonom oblastining yashovchilari 2-apreldagi qurolli to'qnashuvdan keyingi moddiy ziyonlarni hisoblab chiqishmoqda. 5-aprel kuni ikki tomonlama otishuv to'xtatilib, tinchlik shartnomasi tuzilgan. Biroq Ozarbayjon hukumati o'zini avtonom oblast deb atagan Qorabog' tomonidan shartnoma buzilganini aytib chiqdi. Hozirda bahsli hududda vaziyat barqaror, shunday bo'lsa ham ba'zi vaqtlarda otishuvlar ro'yxatga olinmoqda. Мы жили спокойно, просто вот эти 3 дня. Biz tinch yashab жатканбыз, бирок акыркы 3 kun ичинде абдан оор болду. Тынымсыз ок атуулар, жардыруу, айтор баары коркунучтуу. Терезелер талкаланып, дуалдар кулаган. Аргасыздан жер төлөгө жашына отурдук. Мы оттуда убежали в подвал. Bu kichik shahar Gorades. Bu yerda yashovchilar ham qonli voqeaning guvohi bo'lishgan. Bizga qarata Leletepe adыры тараптан тынбай ок атып жатышты. Өйдө жашынып олтургандан башка эч нерсе кыла албадык. O'zini respublika deb e'lon qilgan Qorabog' hududi rasman Ozarbayjon tarkibida, biroq yashovchilarning asosiy qismi armanlardir. Ozarbayjon bilan Armaniston Qorabog' hududida mojaroni 1994-yili to'xtatgan edi. Shundan buyon bu yerda kichik kelishmovchiliklar ro'yxatga olinib kelingan. Natijada o'tgan haftada tartibsizlik yuzaga kelib, u qurolli to'qnashuvlar bilan yakunlangan. Armaniston kuch tizimlari va Qorabog'ning harbiylari orasidagi qurolli to'qnashuvda 30 nafarga yaqin harbiy halok bo'lgan va 100 nafardan ortiq mahalliy yashovchilar jarohatlangan. Ozarbayjon taraf qancha harbiylardan ajralganini hozircha ommaga ma'lum qilmadi, biroq ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 16 nafar harbiy halok bo'lgani aytilmoqda. Parijda politsiya xodimlari norozilik namoyishiga chiqishdi. Ular hukumatdan ish sharoitlarini yaxshilab berishni talab qilishmoqda. Shu bilan birga ish haqidan ham norozi bo'lishmoqda. Eslatib o'tsak, Fransiya kuch tizimlari o'tgan yildagi qo'poruvchilikdan keyin kuchaytirilgan tartibda ish olib borishgan. Parijda politsiya xodimlari norozilik namoyishiga chiqishdi. Ular hukumatdan ish sharoitlarini yaxshilab berishni talab qilishmoqda. Shu bilan birga ish haqidan ham norozi bo'lishdi. Biz mында чогулганыбыздын себеби учурда өлкөбүздө өзгөчө абал жарыяланган. Ага байланыштуу көптөгөн оор тапшырмалар берилип жатат. Бирок ошого жараша бизге эмгек акы төлөнбөй жатат. Бул биздин дарегибизге болгон урматсыздык деп айтаар элек. Өтө оор. Баарыбыз кыйналып кеттик. Кандай кырдаал болбосун, полиция кызматкерлери көчөдө жүрөт. Биз жөн гана жумуштагы шарттарыбызды жакшыртып берүүнү талап кылабыз. Fransiyada favqulodda holat o'tgan yilning Parijdagi qo'poruvchilikdan keyin kiritilgan. Unda xudkush Saint-Denisdagi Stade de France maydonida o'zini portlatib, shu bilan bir qatorda bir necha restoranlarda otishuvlar bo'lgan. Voqeada 130 nafardan ortiq odam halok bo'lib, 100 dan ortig'i jarohat olgan. Bu kabi qo'poruvchilik hujumlari yaqin o'rtada Bryusselda ham ro'yxatga olindi.
Unda ham xudkush o'zini portlatib 30 nafardan ortiq halok bo'lgan. Voqeadan keyin Fransiyadan Bryusselga 1600 ga yaqin tartib soqchilari xavfsizlikni nazorat qilish uchun yordamga yuborilgan. Hafta mana shunday voqealar bilan yakunlandi. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin. Xayr-omon bo'ling. Assalomu alaykum. 9-aprelga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Qirg'iziston Respublikasi ob-havoni kuzatish markazining xabar berishicha, ertaga ko'p hududlarda yog'ingarchilik kutiladi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 dan 17-22 metrgacha yetadi. Havoning harorati kechasi Chiyobisda 3-8 daraja, kunduz esa 4-9 daraja iliq bo'ladi. Talasobisda kechasi 2-7 daraja, kunduz esa 4-9 daraja iliq. Issiqko'lobisda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduz esa 6-11 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Narinovosda kechasi 5 daraja, kunduz esa 7-12 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Batkenovosda kechasi 5-10 daraja, kunduz esa 7-12 daraja issiq bo'ladi. Jalolobod oblasida ham kechasi 5-10 daraja issiq, kunduz esa 7-12 daraja. O'sh oblastida ham kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz esa 7-12 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Shahrimiz O'shda ertaga vaqti bilan yomg'ir yog'adi, g'arbdan esgan shamol tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 7-9 daraja iliq, kunduz esa 10-12 daraja issiq. Poytaxtimiz Bishkekda vaqti bilan yomg'ir, havoning harorati kechasi 6-8 daraja iliq, kunduz esa 7-9 daraja iliq bo'lishi kutiladi. Sizlar 9-aprelga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishdingiz. Ob-havo ma'lumoti bilan esa men sizlarni Dilafruz Dajanova tanishtirdim. Salomatda qoling.